imdat tugmaydigan ishlar bu. Tugmaydigan ishlar bu. Sotning tartibini saqlanglar. Da'vogar, siz javobgarlardan uy ijara pulini berishni talab qilibsiz. Biz tekshirishimizga asoslanganda javobgarlarning o'zlarining nomida uylari bor ekan. Ham shu uydan ayrilib boqmabdi. Siz qaysi uyning ijarasini to'lashni talab qilyapsiz? Sudchi xonim, sizmi bilasiz? Bularning hammasi mening farzandlarim. Bularning dadasi yoshlik yetib qoldi. Shundan beri uy o'choqlik qildim. Miroslarni bo'lib, hammasini rozi qilganmi bo'ldim. Kasal bo'lib qolgan bu 5 yildan beri ular meni aslo yo'qlamas bo'ldi. Hatto mendan ketishdi. Men xo'shning qo'lim yordamida bugunga ulashdim. Menmi bilaman, mening sanoqli kunlarim qoldi. Yaxshi ishit, o'ligini ko'rsatmabdi deb men Qiyirlar sanatoriyasida panohlanishni loyiq ko'rdim. Menishdan avval bulardan so'rab boqay. Sizlarning hammanglar mening bu qo'rsqimda to'liq 9 oy 9 kun yotgan. Sizlar buning ijarasini to'lashni xohlamsizlar? E'tirof qilamsizlar? E'tirof qilamiz. E'tirof qildinglar shundami? Onanglar ekanligim yana bir qidim e'tirof qilindi. Bugundan boshlab sudchi guvoh bo'lsinki, men bergan oq sutimga rozi. Lekin sizlarning onanglar bo'lganimga rozi emas. Shamonlarga dökkan dardingni hech kim bilmas, o'zingdan bilar.